Ota-onangizni umra safariga yubormoqchimisiz? Bilasizmi? Hozirda ko'pchilik ota-onasiga umra sovg'a qilmoqda va bu sovg'a siz uchun kichik ko'rinishi mumkin. Lekin ota-onangiz uchun bu ulkan sovg'a sifatida qaraladi. Umrada, Ka'ba oldida, Madina Munawvarada, ravzalarda ota-onangizni sizni duo qilishini bir o'ylab ko'ring. Biz bu voqealarni har kuni ko'rib kelmoqdamiz. Har doim ota-onalar o'z farzandlarini qayerda va qanaqa joyda bo'lishidan qat'iy nazar har doim duoda bo'lishadi. Siz ota-onangizga umrani sovg'a qiling. Ota-onangiz sizdan shu darajada faxrlanadi. Siz bugun aynan ota-onangizni bir marta o'ylang. Umra safariga hech bo'lmasa yuborishni niyat qiling. Alloh buni hammasini amalga oshiradi. Centrum Holidays bilan siz umra markazidasiz.